Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Biz oilada 9 ta farzandmiz. Oilamiz el ardog'ida hurmat-izzatda edi. Hammamiz ahil, inoq, katta oila bo'lib kunlarni o'tkazardik. Otam mahallada obro'li inson edilar. Eng katta akam Muxtor prokuror, ikkinchi akam Murod bankir, uchinchi akam Madiyor tadbirkor. Men Muslim qaysarligim uchun oliygohda o'qimadim. Mendan keyingi ukalarim Ma'ruf va Ma'murlar ham oliy ma'lumotga ega bo'lishgan. Albatta opalarim ham oliy ma'lumotlilar. Birin-ketin akalarim uylanishdi. Opalarim turmushga chiqishdi. Hayotimiz go'zal va shirin o'tardi. Bu orada onam menga ham bir Soliha Dilobar ismli qizni topdilar. Dilobar kamsuqum, kamgap, mehnatkash qiz bo'lib qo'lidan uy ro'zg'or ishlarining hammasi onamning ko'ngildagidek bajarar edi. Oradan ozgina vaqt o'tib uyimizga ukam Ma'rufni uylantirdik va men hovlimizdan 4 ta uy naridagi boshqa hovlimizga ko'chib kirdik va ro'zg'orimizni alohida qilib yashay boshladik. Oilada bitta man o'qimaganligim uchun salkam yarim gektarli bog' olgan edik. Bunda men va xotinim birgalashib dehqonchilik qilib mehnat qilardik. Kunlardan bir kuni otam oldilariga meni chaqirdi-da, "O'g'lim, seni ixtiyoringdagi bog'ni akang Murodga bermoqchiman. Chunki uni o'g'li 3 ta bo'lib qoldi. Endi u bog'da bolalari bilan mehnat qilib tirikchilik qilsin", dedilar. Akam Murod bankdan urilib bekor yurgan paytlar edi. Men shularni o'yladim-da, "Mayli ota", dedim. Akamni oilaviy daromadini deb o'zim bekorchi bo'lib qoldim. Vaholanki bog'ni chiroyli tartibga solib, endi katta daromad ko'rishga kirgan edim. Ko'zimni yonida akam yong'oqlarni sotib mo'maygina daromad ola boshladi. Men bunga zarracha achinganim yo'q. Chunki bankdan urilib ishsiz qolgan akamni xursand ko'rsam men baxtiyor edim. Endi navbat kenja ukam Ma'murga. U farmatsevtika institutini tamomlab harchand urinmasin, negadir ishga kirolmadi va ishlash uchun Rossiyaga ketdi. Shu badal Rossiyada 15 yil na puldan, na o'zidan ma'noli bir tayinli javobsiz yurdi. Bu orada ukam Ma'ruf va uning xotini Nazira ota-onamning xizmatlaridan bosh tortisha boshladi. Shunda ota-onam uzoq o'ylashib, meni va oilamni katta hovliga qaytarib chiqishimizni, ukam Ma'ruf bilan joy almashimizni aytishdilar. Ota-onamga xizmat qilishim, ularni duolarini olishim kerak deb, men bu taklifga so'zsiz rozi bo'ldim. Shunday qilib men oilam bilan katta hovlida ota-onam xizmatida yashay boshladik. Ota-onam xursandligidan 4 ta uy naridagi hovlimizni menga og'zaki vasiyat qilishdi. Bunga katta akam va uning xotini Suroyo guvoh bo'lishdi. "O'g'lim, kenja ukang Ma'mur Rossiyadan kelguncha shu katta hovlida yashaysizlar. Ma'mur Rossiyadan kelgandan so'ng narigi hovliga ko'chib o'tasizlar", deyishdi. Men rozi bo'ldim. Otamning bunday qarorga kelishiga oilada bitta men o'qimaganim, menga tegishli bog'ni akam Murodga berilgani va meniyam o'g'lim 2 ta bo'lganligi uchun edi. Bir o'g'lingga o'zingga berilgan 10 sotixli joyga mana bu hovliga joylashtirasan. Shunda hammangni taroziga teng qo'ygan bo'laman bolalarim, dedilar. Katta akam "Xo'p ota, juda ma'qul", dedi. Kunlar, oylar, yillar o'ta boshladi. Men bu orada biznesga qo'l urdim. Biznesim ota-onamning duolari bilan yaxshi bo'lib, ishlarim yurishib ketdi. Ota-onam kasallikka chalinishdi. Otam 2011-yil, onam 2014-yil kasallik tufayli olamdan o'tishdi. Ota-onamni joylariga qo'yib so'nggi manzillarga kuzatdik. Kenja ukam Ma'mur esa Rossiyadan kelmasdi. Opalarim, akalarim va o'zim ham telefonda iltimos, "Ukajon kel, vatanga qayt", deya yalinardik. Va nihoyat 2016-yil Ma'mur Rossiyadan keldi. Bir oycha jim yurdi-da, keyin qabih niyatini oshkora qila boshladi. Uchinchi akam Madiyor bilan til biriktirib, meni va oilamni hovlidan haydash rejasini tuza boshlashdi. Asosiy ko'zlangan narsasi ota-onam menga og'zaki qilingan vasiyatdagi uy hovli edi. Bir kuni Madiyor kelib dedi: "Mana, Ma'mur Rossiyadan keldi. Endi uyni bo'shat", dedi. Men "Xo'p, bo'shataman.
Avval yaxshi bir qiz topib uylab olaylik. Ma'murni uylash senga ishing emas. Sen imoratingni solaver, dedi. Men tushunmadim, aka. Bu nima deganingiz? Menga otam vasiyat qilgan hovlim bor-ku, o'sha hovliga chiqaman desam, u hovlida sening haqqing yo'q. Hamma uy-joylar ota-onamdan qolgan. Barcha mol-mulklar hammasi ma'murniki, deb turib oldi. Nahotki o'z akam meni yuzimga oyoq qo'yib, O'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir ukam ma'murga yon bosib, hamma narsani unga inom qilmoqchi. Boshim qattiq og'rir. Yurish-turishimda, yotishimda, halovatim, tinchim yo'qolgan. Qisqa qilib aytganda, qora kunlar boshimga soya sola boshladi. Akam Madyor har kuni ichib kelib uyni bo'shat deyaverdi. Qolgan aka-opalarim ham ukam ma'mur tomon bo'lishdi. Keyin bilsam, ma'mur Rossiyada yurgan paytlarida ularga oz-ozdan pul jo'natgan va ularning og'zini moylagan ekan. Bu orada qizimga sovchilar kela boshladi. Mani boshim yanayam qotib, nima qilishimni bilmay qolardim. Qiz bolaning bozorini o'tqizdirmaslik kerak, joy chiqsa uzatish kerak, to'y qilishim va yangi imorat qilishim kerak. Qiz uzatish oson emas. Qizimni unashtirdik va to'y taraddudi boshlandi. Bu orada aka-ukalarim battar jahllari chiqib, shayton otiga minib, ochiqdan-ochiq tahdid qila boshlashdi. Men yetarlicha qarshilik qilganimdan so'ng farzandlarimga hujum qila boshlashdi. 3 ta farzandim bor. Kattasi qiz, qolgan 2 tasi o'g'il. Kichik o'g'limga tuhmat qilib militsiyaga yozib berdi. Sababi ko'chada bolalar futbol o'ynashib, oynasini sindirib qo'yishibdi. Shuni atayin tosh otib sindirdi, debdi. Yosh bola yolg'on gapirmaydi deganiga yana bir bora amin bo'ldim. Futbol o'ynab oyna sindirgan bolalar yo'q. Asilbek o'sha kuni futbol o'ynashga chiqmagandi deyishgandan keyin uchastkovoy o'g'limga Asilbekni tergovdan ozod qildi. Ma'murning niyati amalga oshmagandan so'ng yosh bolalarning ota-onalariga borib, sizlar hamma aybni Asilbekka ag'darsalaring, sizlarga yozilgan arizamni qaytarib olaman, debdi. Allohga shukur, bu ota-onalar. Mayli, jarimani to'lasak to'laymiz, lekin biz senga o'xshab iflos ishga qo'l urmaymiz, Asilbekka tuhmat qilmaymiz, deyishibdi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Endi farzandlarimga tahdid qila boshlashdimi bular? Men ulardan iltimos qila boshladim. Eng oxirgi muddat 31-dekabr. Shu kungacha uyni bo'shatib beraman, dedim. Sentyabr oyida to'yni o'tkazdim. Eng yaqinlarim, ichimdagi dushmanlarimni, hammalarini to'yga aytib keldim. To'yga kelganlariyam bo'ldi, kelmaganlariyam bo'lishdi. Keyin esa belni mahkam bog'lab uy solishni boshladim. Allohimga shukur, yaxshi insonlar va do'stlarim ko'p ekan. Do'stlarim yonimga kelishib yordamlarini ayamasdan, men bilan yelkama-yelka ishlashib, va'da qilganimdek 29-dekabrda yangi uyga ko'chib chiqdik. Boshingga bir ish tushganda do'st sinaladi deganlari to'g'ri ekan. Do'stlarimdan Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, mana boshimdagi o'tgan bu kunlarni yozishimdan maqsadim kimlargadir ibrat bo'lsin degan maqsadda yozdim. Ilohim, hech bir jigarlar meni jigarlarimdek tubanlik qilishmasin. Og'zaki vasiyatga emas, 4 ta guvoh qilib qog'ozga tushirib qo'yinglar, demoqchiman.